Man Hasanova Umida, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali bitiruvchi talabasiman. Men grafik dizayn sohasi bilan 2 yildan buyon shug'ullanib kelmoqdaman. Grafik dizayn sohasini tanlashimga sabab bu soha ko'plab yangiliklarga, hozirgi rivojlanib borayotgan zamonamizga, IT sohasiga to'g'ri kelganligi sabab qiziqishim juda ham baland bo'lgan. Shu sabab o'z bilimlarimni sizlarga ham o'rgatib, shu qisqa kurs davomida birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng birinchi navbatda ushbu savollarga javob olsak, bugungi mavzumizning asosiy qismi ham shu. Grafik dizayn o'zi nima va grafik dizayner kim? Grafik dizayn bizga nimaga kerak? Grafik dizayner kim bo'lib ishlaydi? Uning vazifasi qanday? Grafik dizayn qayerlarda qo'llaniladi? Shu kabi savollarga hozir sizlar bilan birgalikda javob olamiz. Grafik dizayn bu vizual ko'rish orqali aloqa vositasi bo'lib, unda matn, rasm, rang va shakllar orqali ma'lumot yetkazish, g'oya ifodalash yoki auditoriyaga estetik ta'sir ko'rsatish maqsad qilinadi. Grafik dizayn san'at, texnologiya, aloqa vositalarining birlashmasi sifatida turli sohalarda, jumladan reklama, brending, veb-saytlar, nashriyotlar, mahsulot qadoqlari va boshqa ko'plab joylarda qo'llaniladi. Xo'sh, keling endi buni oddiy tizga tushuntirib o'tsam. Grafik dizayn bu biz har kuni ko'radigan reklama bannerlari, avtobuslarga yopishtirilgan reklama dizaynlari, qo'limizda olib yuruvchi kitoblar dizaynlari, xullas biz qayerda qanday dizayn ko'rishimizdan qat'iy nazar, ya'ni bu tipografiya bo'lishi mumkin, Instagram post bo'lishi mumkin. Barcha dizaynlar grafik dizaynning ichiga kiradi. Grafik dizaynning ham turlari juda ham ko'p. Bu juda ham keng soha hisoblanadi. Grafik dizayn faqat bir yo'nalishga bog'liq bo'lgan soha emas. Siz uni san'atda ham reklama deyarli barchaga kerak hozirgi zamonda. Instagramda kim faoliyat olib borsa, unga reklama kerak, reklamadan dizayn kerak. Dizayn mahsulotini chiroyli tarzda ifodalab, yanada mijozni jalb qilish uchun kerak. Shu uchun grafik dizaynlarga talab borgan sayin oshib bormoqda. Grafik dizaynning asosiy yo'nalishlari haqida qisqacha tanishib olamiz. Brending va logotip dizayni. Kompaniya yoki mahsulotga o'ziga xos vizual imij yaratish. Web dizayn, saytlar va mobil ilovalar interfeyslarini yaratish. Biz har kuni kirib ko'radigan veb-saytlar interfeyslarini yaratish ham grafik dizayn ichiga kiradi. Reklama materiallari, bannerlar, poster, flyer va boshqalar. Qadoqlash dizayni, mahsulot uchun qadoqlarning ko'rinishini ishlab chiqish. Biz har kuni olib yeydigan mahsulotlar, ko'radigan mahsulotlar, bularning barchasining ko'rinishi grafik dizayn sohasida qilinadi. Infografika, murakkab ma'lumotlarni sodda va tushunarli vizual shaklda ifodalash. Ya'ni siz katta bir loyihangizni bir varaqli qog'ozda chiroyli dizaynda mijozga, ya'ni biznes vakillariga ko'rsatib tushuntirishingiz mumkin. Bu infografika hisoblanadi. Ya'ni katta ma'lumotlarni chiroyli dizaynga qisqa ma'lumotlarda yetkazib berish. Tipografiya, matn va shriftlar bilan ishlash, ularni estetik va o'qilishi qulay tarzda joylashtirish. Grafik dizayner kim? Grafik dizayner bu yuqoridagi dizayn ishlarini bajaradigan, ijodiy fikrlaydigan va vizual aloqa vositalaridan foydalana oladigan mutaxassisdir. U mijoz yoki tashkilot ehtiyojlariga ko'ra ma'lum bir maqsadga xizmat qiluvchi dizayn yechimlarini ishlab chiqadi. Endi shu yerda bitta savolga javob olsak, hamma ham grafik dizayner bo'la oladimi? Men bu savolga yo'q deb javob bergan bo'lar edim. Chunki grafik dizayner bo'lish bu faqat kompyuterda ishlash yoki kompyuterni yaxshi bilish degani emas. Bunda sizning ijobiy fikrlashingiz, kreativ yondashishingiz, ko'proq
estetikaga, go'zallikka, tabiiylikka qiziqishingiz ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Men shunaqa hisoblayman. Chunki men ko'proq estetika, dizayn yaratish, go'zallik yaratish, shunaqa narsalarga qiziqqanim sabab grafik dizayn sohasi ham menga oson bo'lgan. Ya'ni o'rganish davomida osonroq bo'lgan qiziqqanim sababli. Agar qiziqmasangiz, bu sohada rivojlanish, o'rganish birinchi navbatda qiyinlik olib keladi. Siz bu sohaga qiziqishingiz va o'zingizni dizayner sifatida tasavvur qila olishingiz shart. Grafik dizaynerning vazifalari mijozlar bilan texnik topshiriq bo'yicha ishlash, g'oya va konsepsiyalarni ishlab chiqish, dizayn maketlarini yaratish, grafik dizaynerlar uchun kerak bo'ladigan dasturlar Photoshop, Illustrator, Figma va boshqa dasturlar hisoblanadi. Bundan tashqari boshqa dasturlarimiz ham bor. Tayyor dizaynni mijozga taqdim qilish va fikr mulohazalarini hisobga olib tahrir qilish, chiqish fayllarini tayyorlash, matbaa yoki raqamli formatlar uchun. Grafik dizaynerlar biz yuqorida sanab o'tgan barcha yo'nalishlardagi dizaynlarni tayyorlovchi soha vakillari hisoblanadi. Endi biz siz bilan grafik dizayn kursini o'rganishni boshlaymiz. Bu kursimiz qisqa ishlab chiqilgan bo'lsa-da, sizga grafik dizayn sohasini ko'proq, tushunarliroq qilib o'rgatishga qaratilgan. Darslarimizni diqqat bilan ko'rib, dizayn sohasini yanada mukammal o'rganib olasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.